Assalomu alaykum aziz YouTube platformasidagi akalar, ukalar, aziz onaxonlar, opa-singillar. Mana bugun sizlar uchun yana bir bor Andijonning Jahon bozorida, mebel bozorida, ya'ni spani garnitur qatorida sizlar uchun videolar qilyapmiz. Agar videolarimiz sizlarga ma'qul kelsa, albatta bitta like va obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlar uchun bugun bir-biridan go'zal, bir-biridan ajoyib spani garniturlarni chiqaramiz. Yoqsa like, albatta sizlar uchun, yosh kelin-kuyovlar uchun mana bunday bir-biridan go'zal spanilarni sizlarga havola qilyapmiz. Ana ishlarni ko'rsatamiz, osho-mosholardan. Mana burchaklariga ugonliklar ham qo'yilgan. Ishlariga, ustakalarning ishlariga javob. Bemalol mana bu yerdan svetlarni o'chirib, kimga svet kerak bo'lsa, kimga kerak bo'lmasa, bemalol o'sha yonidan o'chirib qo'yilaveradi. Shkaflarimiz. Olayotgan videolarimizga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Mana bemalol osho-mosholar, behijolat bu yoniga ham olaveramiz. Bu yoq ham qavatli vishilka, tepa past. Muqimjon aka, buni endi narxlarini necha pul deyapsiz? 6 million 700 ming so'm deyapmiz, dastavkasi. Cho viloyatga bor, vohaga ham bor. Mana bu yerda sandoqchasi bor, bemalol. Vohaga jinday qo'shamiz. Vohaga jinday qo'shiladi, dastavkaga. Mana bu yerda ham Yon qo'shnilarga aravasi yo'q. Dastavkasidan tashqari. mana bunday ishlarimiz bor. Matras, qanaqa matras? Matras 5 yilga garantiyali matras. 5 yilga garantiyali. Ikki tomonlama. Hali nomi nima deydi buni? Ortoped. Ortoped. Bemalol haligi beli og'riydigan insonlardan bemalol foydalansa bo'ladi. Aya shkaflarni ochib ko'ra olinglar, shkaflar 3 kun. Mana bu shkafni ham trimosni nimalarni ochib ko'ramiz. Mana behijolat ishlarga javob. Mana akalarimizning qo'llari dard ko'rmasin. Mana buni qaranglar, mana. Keyingi spani garniturni ko'rsatamiz. Mana bu yerda bir-biridan go'zal. Mana bunday rangda ham suyadigan insonlar chiqib qolishi mumkin. Voh. Keyingina mana buni o'rtasi manaqa paddonli ekan. Mana kimga yoqsa hojat qilinaveradi. Aka, sizda ham dastavkalar bor-a? Bor. Necha pul deyapsiz endi buni siz? 7,5 million. 7,5 million deyapti. İşlariga. Buni ham mana bu yerlarda svitinlikni o'chirib yoqadigan kuch chatillari bor ekan. Mana ishlari xudo xolasa. Buni ham spanida ham matrasi nima? Ortopedmi? Bir tomonlama. Bu bir tomonlamalimi bu? Taylari sondolari bor. O mana buni tayida sondolari bor ekan, mana. Oshiqcha yuklarni ham qo'yib qo'yadi.
Telefon nomeringizni aytib berasizmi? Mana 90lik. Ha? 93'lük. 93lik. Ha. 883. Ha? 883. 883 16. 16 46. 46. İsmingiz nima? Jamal. Jamoliddin degan ukamizga murojaat qilaverasizlar. Andijonda mebel bozorida. Spani garnitur qatorida. Muqimjon aka, siz nomeringizni aytib berasiz. 90'lik. 90lik 528. 528 52 92. 52 92. Mana shu garnitur Spani ham menga yoqdi haqiqatda. Bemalol. Men buni nimasiga qiziqdim, hurmatli tomoshabinlar? Buni ikki tarafi zo'r ekan. Mana buni qaranglar mana. Haqiqatda, bunda ham mana tayda sondig'i bor ekan. Voh. Bemalol İki tomonlama. katta yuklarni, qishga yuklarni tagiga solib qo'yilaveradi. Kurtka, paltolarni mana shunday tagiga qo'yib qo'yilaveradi. Mana bu yerga ham ancha yuk sig'ar ekan. Bu отдельный bo'ladigan nima ekanda, ha? Denni. Hala soppayda halası qo'yib qo'yaveradi. Aha. Alohida chiqaveradi. Zo'r. Ishinglarga Alloh baraka bersin, bozoringlarda bersin. Qilayotgan ishinglar xayrli. Bundan-da go'zal ishlar chiqinglar. Iloyim. Savdogarlarni oluvchilar mana shu yerlardan qatorasiga mana shu tindirmasdan olib ketaversin.